Xotangan 100 kilometr qoldi. Akşam ben Xotandan keyin Moji degan futbolchisidan o'shat aram oldik. Degan qo'pab narsamizni yig'ishtirib, davomli yo'limizga bormoqchi. Endi bu Qashqarda bo'lgan necha kunlik safarimiz bor. Shuni biz vlog shaklida sizlar bilan bir o'rtoqlashaylik. Men film sen uzoqroq oxirigacha ko'rib o'tinglar. Qashqar bo'lsa bizning bu safardagi eng uzoq turgan bir yurt. Nimishga uzoq turdik degan chog'da mush filmni ko'rsanglar sizlarning tug'inglar kelib ketadi. Diqqat qilinglar filmga. Qashqarga kelib Konishani peyqamasanlar Qashqarga kelgan hisoblanmaysiz ekan. Bu Konisha ismi jismiga loyiq kon ekan. Buning ichidagi konliq men o'zim yolg'iz aylanishni yoqtirib qoldim. Turmushingizdagi butun besimlar mush Konishaga kirgan chog'da g'oyib bo'ldi ekan. Konisha ichidagi bir-birsiga tutishib ketgan koni ko'chalar, avvat rastlar sizlarga ajoyib bir his tuyg'ularni his qilg'izdi ekan. Mush filmni ko'rayotgan siz agarda Konishaga kelib boqqan bo'lsangiz, bu yerdagi ta'siriyotingizni inkos rayoniga bir yezib yiqinglar. Hamda diqqatinglar bizning Qashqarda o'tgan qiziqarli ishlarimizni bo'lsin. Ezi bo'ldim, ichki chiqilgan choydan ko'tarilib bir ashqonga qaynoq suv o'g'rini kirib ketdim-da bu yerda. Chaqchaqlar bo'lgan. Kirmay qaldingda endi. Mush g'oljilik bo'lganlik tufaylikmi, ne kirsa chaqchaq qilib mengyapmiz, uning chaqchaq qilib, buning chaqchaq qilib bir kun tumush qilib yeymiz. Bundan bo'lib ketmasa, Qashqar xalqimi xil chaqchaq ko'tirdik. Endi bu yerda nemish bo'ladi degan chog'da biz bir nimaga tavjan qilmoqchi. Ya'ni og'inam Elijidan men 10 yil pomiya yedim. 10 yilning ichida bir qitim qachiq sep taqmadim. Hammasini so'lya xaltil damlab yetmay deb qo'yib qoldi. Shuni amalga oshirish uchun biz qilmoqchi bo'ldik bu yerda. Mana bunda qilsa og'iz kichik, bunda og'izni kichik açsa-da, bunda qilsam. Qo'limda tenab to'xtamay qoldi, tishlab boqsam bo'ldi. Sen tishlab qamlashtiribsan, deganda edi. Achishlabdi. Bo'ldi-ku, menda yesima. Chiqma, qochim ketmagan. Biroq yomon yer meni keyin bayqab qoldik-da. Unda sabahlar famiyamda qanday chilash uygunib olgansizlar, qachi bo'lmasin, ishlar qilsanglar bitadigan uzun safarda. Ham sabahlar bu safarimiz Xotanda ko'rishlar.